Kündəlik xatiramdan parça. 2002 yılı 6 ayının 27 günü. Səfərə çıxqanlarımda andımında xatirimi yezib qoyuman. Lekin uncha təfsili yezib ketmayman. Bu xatiralar ko'rgan bilganlarimning iskeleti bo'lib, go'sh, tomir va tuyg'ular o'zimga ayon edi. Ashu iskeletni ko'rsamla, ayni vaqtda nimalarni o'ylaganligimni esimga olalayman. Dar haqiqat o'tgan ishlarni aslash, o'tgan ishlarning o'zini ko'rsatmaydi. Balki o'tgan ishlarga belgilik ish qo'shish bo'lib hisoblanadi. Maylala, vujudimning o'zimi bir xotira. Turmushning ovar yerlari ruhimni chalg'utganda men unutib ketgan yoki o'ylamagan bayonlar o'zlikdan ro'yobga chiqadi. Men hammani o'z ichiga olgan ehtimollik, o'zim haqidagi biladiganlarim mendagi mavjud narsalarga nisbatan dengizdan tomchi. Mening aytganlarim o'zim haqidagi yuzaki bayonlardirki, men texi tamoman echilmagan bir dunyo. Qadrli kitobxon, men sizga seydam yozilgan xotiramdan bir ikki sahifa armag'on qilay. Taksiga o'ltirib Şinjan ish bejirish boshqarmasiga keldik. Uyg'urlarning ko'ngori tamliq arambaxsh ho'ylilarini eslatadigan darvoza va qoro tamlari Beijingning zamonaviylik va an'anaga ralishib ketgan qiyofatiga nisbatan tamoman boshqacha manzara edi. Boshqarma darvozasi Qashqa yoki Otish yezlaridagi qaysi bir boyning qo'shqanotliq cho'ng darvozasiga o'xshab ketadi. Oqsiri qoro tamlari Qashqaning pishg'irim issiqda pishgan so'qma tamlarini, sahrolarimizdagi xomkesak o'ylarni, Qashqa shahridagi ko'na sepillarning ustiga silingan yondashma o'ylarni esimga soldi. Bundaq tanishlik va o'z yurt tuyg'usi ish bejirish o'rnidan boshqa yoqqa qarasa yo'qolib ketsa-mu, lekin 2 kunlik poyezd safari paydo qilgan horg'inlikni oz to'la bo'lsa-mu chiqarganda qiladi. Mening bu qo'rog'i tunji qitim kelishim emas edi. Esimda qilishcha, bu 4-chi qitimlik bo'lsa kerak. Darvozadan kirsila uduldagi birinchi bino ko'zimizga tashlanadi. Buni tipik Uyg'ur uslubidagi bino bo'lib, garchi u Beijingdagi boshqa binolardek egiz bo'lmasa-mu, ko'rkam ko'rinadi. Qoroning ichi nima uchundir burunqidek pokiz emas edi. Qarag'aylarni qerib qog'dalma bo'lib qolgandek ko'rindi. Yon tarafga qurilish selayotgan ekan. Qoroning ichidagi daraxtlar teximi ozlab ketibdi. Dövlangan shig'illar va po'lat chiviqlar, chepib yurgan qurilish ishchilari, quloq mengni yaydigan ovozlar, o'ltirishib o'ng'ul-do'ng'ul bo'lib ketgan yo'llar qoroning ichini besaramjon ko'rsatdi. Qoroga kira-kirmasdilla Uyg'urlarni ko'gili bo'ladi. G'oyat jiq odamlarni qo'yniga olgan Beijingning boshqa ko'chalarida ularni ko'gili bo'lmaydi. Ularni poyezdda uchirtishmi oson emas edi. Bundaq holda kishi oz to'la Uyg'ur tarafma qoladi. Men uchirganlikka Uyg'urga salom berishga tamshilatdim. Lekin ular mendek yana bir qerindishiga nisbatan beparvo edi. Ba'zilari yiroqdan hayvalik bir qarab qo'yib, yaqin kelganda qaramay o'tib ketadi. Ba'zilari horg'in ko'rinadi. Bu yerga keladiganlar bir bo'lsa kadr, bir bo'lsa chet elga chiqish uchun qatrab yurgan savdogarlar yoki o'quvchi, yana bir bo'lsa da'vo ishlar uchun kelgan da'vogarlar bo'lishi mumkin edi. Ular o'z shaxsiyatini o'z qarindoshlariga ko'z-ko'z qilish yoki ulardan qaydash orqali ovundiradi. Bir bo'lsa ortiqcha haqovrlik, bir bo'lsa ortiqcha kamtarlik, o'zini to'van ko'radigan kishilar ifodalaydigan bir-biriga zid ikki xil pozitsiya bo'lib, bularni mushu qoroda mengib yurgan Uyg'urlarning abdidan to'liq ko'gili bo'ladi. Qandoqla bo'lmasin, bu yer Beijingda Uyg'urcha gapni anglag'ili bo'ladigan birdan bir o'rin bo'lib, tonish gap so'zlar va tonish mijozlar odamning Ovat shahardagi yotsinish tuyg'usiga ozroq tasalli bo'ladi. Boshqa yerlardan yotoq tepish ular uchun oson emas edi. Uning ustiga boshqa yerlarning yotoqlari qimmat edi. Shunga biz tushgan bu joy Uyg'urlarning birdan bir musofirxonasiga aylanib qolgan edi.
1995-yili Changchundagi Sharq Shimol pedagogika universitetida yaponcha o'rganayotgan Uyg'ur o'quvchilar yozliq ta'tilda yurtlarga qaytishgan edi. Ayolimmo ana shularning biri edi. Men dal shu maktabda 3 oylik ingliz tili o'rganishimni oxirlashtirib, ular bilan birga qaytib o'tdim. Bu mezgilda poyezd bileti elish nihoyat taskin. Changchundan chiqqan poyezd atsi atigandala Beijingga yetib keldi. Safardoshlar yuk taqlarimizni ko'tarib poyezddan tushdik. Ba'zilar bilet elishga tutindi. Ba'zilar yuklarni vokzal atrofidagi omonatxonaga qo'yib nagadir g'oyib bo'lishdi. Biz bir qanchalan yuk taqlarimizni elib Xinjiang ish bajarish boshqarmasiga taksi kiraladik. Odamlar to'shib ketgachga bu yerdan yotoq ololmadik. Kechda bir gap bo'p qolar deb biletning ko'yiga tushdik. Bilet ololmaganlar ko'p edik. Kechda herib jo'liqimiz chiqqan holda Xinjiang ish bajarish boshqarmasiga borsak, yana yotoq yo'q bo'lib chiqdi. Atrofdagi boshqa mehmonsaroylardan qo'nalg'i izladik. Mehmonsaroy qabulxonasidagi mulozimlar bizga bir qarabli yotoq yo'q deyishadi. Shaxsiy yotoq xo'jayinlarimi kimligimizga qarab yotoq yo'q deb qaytaradi. Tun nisbi bo'lay deganda Ganjaku atrofida tinab yurdik. Bu yerda bir ko'chada maxsus Uyg'ur oshxonalari bor edi. Lekin bu chaqda hamma yoq tinjib ketgan edi. Oramizdan biri bu yerda bir Uyg'urning saroyi bor degachga bu ko'chaga kirib shu saroyning darvozasini qoqdik. Saroy xizmatchisi yotoq bor deb bizni ichkiriga boshladi. Biz odam beshiga 10 yendan pul to'lab birdan karvatga erishdik. Yotoqlar to'limi oddiy ham degandek pokiza bo'lmasa-mu bizga panolik beradigan edi. Dilni, tilni tonamagan yerda panogohning tepilishi taskan deb o'yladim men shu kuni. Boshqarma restoraniga kirsangiz, Uyg'urcha tamoqlarni yegili bo'ladi. Eshikdan kirishingiz bilanla burningizga kuchli spirt purig'i puraydi. Haraq ichishib, qizib kelishgan har millat xaridorlarining avtog'il vaqirashlari restoranni qizg'in kayfiyatda ko'rsatdi. Bu yer faqat milliycha tamoq xumorini qondirish qilib bo'ladi. Lekin baxudik paranglash qilib bo'ladigan yoki orom oladigan tez joy emas edi. Bu yerdami Jungodagi barliq oshxonadagiga o'xshash yeb ichish paytidagi asabiy qiyoq so'rallar va hayajonlar qo'rimalar bilan giralashgan dog'dug'ini paydo qiladi. Zal Uyg'urcha zinnatlangan bo'lib, tomlarga Xinjiang manzara rasmlari esilgan edi. Mulozim qizlarmi Uyg'ur do'ppilarini kiyib yurishadi. Bu hol tomdagi heytgoh jamiyasining rasmi bilan tabiiy moslashgandek ko'rinadi. Zal, tamoq, kiyim qatorliqlar Uyg'urcha edi. Kutish va kutinishlar xanzocha edi. Ko'p sondagi xaridorlar ko'p xil qo'rimalarni tizib o'ltirib mazza qilib yeyishadi. Qo'rimalarni cho'ki bilan qisib bir-birining taxsisiga serishadi. Uyg'ur do'ppisini kiygan mulozim qizlar amduli quruqdalgan qadahlarni aroq bilan to'ldiradi. Mehmonlar qadahlarni so'qishtirib, aroqlarni o'zlarini har ko'ylaga sag'an qo'saqlarga ravon qilishadi. Bu yer turli iqlimdan kelgan mehmonlarga hech nimani ilg'amaydigan bugungi abjash Uyg'ur madaniyatining semasini oz to'la namoyon qiladi. Dasturxonlarda xolislik boyoqning orliqida bo'lib, sohibxona ko'p hollarda g'araz bilan mehmon kutadi. Mehmonlarmo g'araz bilan yeydi. Texib bir muncha haraqni ichib bo'lgandan keyin musulmoncha duo qilishib, rahmat hashqalli bilan tarqalishadi. 1993-yili kuzda bir qitimli Xon Tangri adabiyot mukofoti murosimi mushu Qoro'da o'tkazilgan edi. İsmail Ahmad Efendi Uyg'ur yozuvchilarga mushu tamoq zalida ziyofat berib, boshqalarga qitilib Uyg'urcha naqshi o'qigan edi, usulmi o'ynagan edi. Mo'ng'ul yozuvchisi Malachinfo Uyg'ur yozuvchilariga qadah tutib, Mo'ng'ullarning bir qanoti naqsha, bir qanoti haroq degan edi. Shu chaqda men Mo'ng'ullarning qanot uqumida zo'r o'zgarish bo'pti. Chingizxon ot bilan qilishni qanot qilib, Volga bo'ylarga borgan edi, degan edim ichimda. 1997-yili kuzda İsmail Ahmad Efendining tashabbusi va Markaziy Milliy ishlar komiteti qaramog'idagi Millatlar Ittifoqi, ya'ni hozirgi Jungo millatlari jurnalining tashkillashi bilan 20 dan ortiq yozuvchi Jungodagi bir qism shaharlarni sayohat qilib Beijingga kelgan edik.
Şu çağda ataqlıq yazğıcı Wang Ming Uyghur doppısını kiyip, Uyg'urlarning ataqlıq yazğıcısı Zordun Sabir bilan yanma-yan o'ltirib tushlik tamoq yegan edi. Bu qitimliq safarda Zordun aka ikkimiz jiq sirlashgan edik. Bu adabiyot mo'tivirining kishilik turmushdagi hasratimi oz emas edi. Bir yazg'uchining hasratiga o'zidan boshqa hech kim ega emas. Lekin uning mehnati va shuhratiga xalq ega. Nodon elning yazg'uchisi teximi shunda qalg'i qoladi. Zordun aka ikkimiz Markaziy Millatlar Universitetidagi Uyg'ur o'quvchilarning taklif qilishi bilan bu maktabga berib, o'quvchilarga Uyg'ur adabiyotining taraqqiyoti haqida doklad berdik. Doklad oxirlashgandan keyin bizga hamroh bo'lgan mazkur maktabning o'qituvchisi Erkin Oriz bizni mehmon qildi. Beyjingga borgan nurg'un Uyg'urlarning ish bajarish o'rni haqida o'ziga loyiq aslamasi bo'ladi. Mening bu yer haqidagi ta'sirotim borgan sari ko'p tarkiblarga ega bo'layotdi. Ganjakudagi Uyg'ur oshxonalari yo'qolib ketgandan keyin bu atrofdagi obodchilik suslashib qolgandek turadi. Oshxona joylashgan heliqi ko'chalar Urumchidagi Do'nko'rik bozorining o'ziga to'limi o'xshaydi. Oshxona viviskallariga har kim o'z yurtining nomini yo'g'on qilib yozib oladi. Ko'cha tor ham mehnat bo'lib hamma narsa setiladi. Hatto kitobxonalarga uchraydi. Oshxonalar degandek pokiza bo'lmasa-mu, tamoqlari mazalik edi. Amdilikda bu ko'charatlanib, hashamatlik zamonaviy binolar o'rin oldi. Gapga chaqqan oshpaz ustamlarning xaridor chaqirishlari tamoman g'oyib bo'ldi. Bugun biz tushlik tamoqni yeb bo'lib, Haydiyan kitob shaharchisiga bordik. Yükümüzün eğirlap ketişidan ansirab, aran 2 parcha kitob setib oldim. Bu kitoblarning biri Povalerning adabiyot san'ati haqida abjash paranglar degan asari. Yana biri John Dewey'ning Demokratizm va Maarif degan asari edi.